Qisqa mavzular rubrikasi sonning butun va kasr qism mavzusini sizga 100 soniyada tushuntirib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'ring, foydali video bo'ladi. Birinchi navbatda sonning butun va kasr qismlarining belgilanishi haqida gaplashamiz. Sonning butun qismi to'rtburchakli qavsda A bilan belgilanadi, sonning kasr qismi esa sistemali qavsda A bilan belgilanadi. Sonning o'zi sonning butun qismi va kasr qismining yig'indisiga teng bo'ladi, doim. Xo'p, sonning butun qismini qanday qilib aniqlaymiz? Sonning butun qismi agar u o'zi butun son bo'lsa, o'ziga teng, agar son o'zi butun son bo'lmasa, undan kichik bo'lgan birinchi butun songa teng. Ya'ni bu nima degani? Masalan, sonimiz 3 bo'lsa, deylik, uning butun qismi ham 3. Negaki 3 da o'zi butun son. Agar sonimiz deylik 4,7 ga teng bo'lsa, 4,7 dan kichik bo'lgan birinchi butun son nimaga teng? 4 ga teng. Demak, 4,7 ning butun qismi 4 ga teng bo'lar ekan. Endi kasr qismni qanday aniqlaymiz? Kasr qismni quyidagi belgilagan formulamiz orqali aniqlaymiz. Ya'ni birinchi navbatda berilgan sonni o'zini yozib olamiz. 4,7 barobar 4,7 ning butun qismi plus 4,7 ning kasr qismi. Xo'p, 4,7 ning butun qismini hozirgina hisobladik, 4 ga teng ekan. 4,7 ning kasr qismini topmoqchi bo'lsak, 4,7 dan 4 ni ayirib yuboramiz, 0,7 qoladi. Demak, musbat sonlarda buni ko'rish osonroq. Endi manfiy songa qaytamiz. Manfiy songa o'tadigan bo'lsak, masalan, -5,6 ni butun va kasr qismini qanday aniqlaymiz? Xo'p, -5,6 son o'qida -5 va -6 sonlari orasida joylashgan. -5,6 dan chap tomonda birinchi o'sha -5,6 dan kichik son, ya'ni -6 joylashgan. Demak, -6 uning butun qismi bo'la oladi. Endi kasr qismini topmoqchi bo'lsak, yana yuqoridagi formulaga qaytamiz. Sonning o'zi uning butun qismi va kasr qismlarining yig'indisiga teng. Hozirgina biz butun qismini aniqladik. Nima ekan? -6 ekan. -6 ni tenglikni chap tomoniga qarama-qarshi ishora bilan olib o'tsak, demak +6 bo'ladida, -5,6 + 6 0,4 ga teng. Demak, -5,6 ning kasr qismi 0,4 ga teng bo'lar ekan.